Şu Yapon to'g'risida xato ko'z qarashlar bek ko'pga. Shuni ozroq tushuncha beray dedim. Ondan keyin arlab naq maydon ba'zi kasallarga bir diagnoz qo'yish degandeklarni qilib boqay deb o'yladim. Ba'zi shu haqsizning qadri yo'q deb o'ylab, haqliq qilaymi deb o'ylab qolma. Hamda bu chet elda necha to'rtal Uyg'ur bor shunga mush xalqim uchun ozroq olsun foydam bo'lar deb o'ylayman. Ammo mening subscribe-ni endi 800 ni ochdi. Bir amingni qilmadinglar, bir aming qilmasanglar, menga foyda kelib ketmaydi deb qaqshab ketsam. Mush Yapon to'g'risida mush yaqinladim uzoq bo'ldi hamda men Kanadaga kelgandan keyin albatta mening o'z uchliq yaxshi tarafi rahmat uchliq yaxshi tarafi yomon taraflari bor degandek shunaqa ko'z qarashlar bor. Hamda men o'ylaydiganim bizniki Uyg'urlarda umumyuzlik shu bir hamda albatta hammaning yaxshi tarafini ko'rish kerak demizki, yaxshi tarafini desak, yomon tarafini demasak, o'zaro keyingi munosabatlarga ta'sir qiladigan ahvollarni anglab turdim. Shunlashqa ham yaniki o'z uchliq yaxshi taraflarini, nachar taraflarini desak, ham yurtniki, ham davlatning-chi. Albatta tuziga yaniki yomon gapini desak bo'lmaydi degan gap bor. Ammo haqiqatni so'zlash kerak deb o'ylayman-chi men. Shunlashqa mush Yapon to'g'risida bu yerdagi qarindoshlarni angladim. Balkim boshqa davlatdagi qarindoshlar ashunaq o'ylaydigan ko'p bo'lishi mumkin. Bo'libmi Yapon grajdanligiga olmaydi degan xato ko'z qarashlar. Bu 2000 ning oldidagi desak bo'ldi bir hisobda. 2000 ning oldidagi ko'z qarash bu. Shunlashqa hozir Yapon grajdanligiga meniki tunuşum, ağın birodarlarimning ichida asosan Yapon grajdanligiga kirib bo'ldi desam bo'ldi. Uning ustiga Yapon grajdanligi bo'lishining shartimi ba'zi shaharning o'xshamaydi. 3 yil xizmat qilgan yoki 5 yil xizmat qilib bosh topshirgan bo'lsangizlar Yapon grajdanligiga oladi Yaponda. 5 yil ba'zi hamda dedim-ku, hamma yerda Newcan deb qo'ydi. Mana chet elliklar boshquradigan joy. Bir shaharniki degani ba'zida tayinlingiz kelib qolsa 3 yildan keyin oldiganlar borki. Degandek hamda shu Yaponniki ham bir yeri shu qimmat dedi olayman ko'pga. Yapon qimmatchiligi deb. Amaliyotda hargiz qimmat emas. Albatta men shu Kanadaga kelgandan keyin Kanada bilan tabiiyat selishtirib bo'ldi. Shu bu yerdagi do'stlarimni deb berdim. Buna deganim Kanada bundaq Yapon undaq degan gap emas. Xato tushunmanglar hargiz. Meni o'z uchliq dedim baymo. Shu men kelgandan keyin ashuna his qildim deyman-ku. Albatta kirimga qarab bo'ladi hamma narsa. Ammo Yaponniki pul o'lchimi son sifiri 0 jiq bo'lg'ashqa ashuna o'ylab oldiganlar ko'pkan degan o'yladim. Masalan Yaponniki bir tuman deganimizni men mayaniki pulga hisoblagan dollarga, Kanada dollariga hisoblagan chog'da $100 atrofida hisoblayman-chi. Shu atrofida bo'ladi. Shunlashqa hamda oddiy bir misolni deb bersam ham qimmat azam qatoridagi misolni. Ham Yaponda yangi xizmat chiqqanlarniki maoshi odat shirkatlarniki shu Yapon puliga rahmat qarindishim. Yapon puliga 18 tuman, ba'zida 17 tuman yangi xizmat chiqqanlar-chi. Haqiqiy xizmatchi bo'lib, uning keyin kontrakt qilganlarmi bo'lishi mumkin. Meniki deganim cho'ng jatdiki. Yangi xizmat chiqqanlarniki 17 tumandan 21 tuman, 22 tuman atrofida bo'ladi. Bu dollarga, Kanada dollari usundagan chog'da shu atrofida degan gapchi. Men son sifirlar ancha ketmayman, inchki hisoblamayman. Yapon Kanada dollariga $1700 bilan $2100-2200 atrofida bo'ldi. Yangi xizmatchining bir oyligi. Miyada 2 haftada bir maosh berdik-a, Yaponda bir oyda bizniki vatanga o'xshaydi. Shuni hisoblasak
bir ailede mesela ayolimi ishlamasa, 2 bolasi bo'lsa 4 jon. 4 jonga bir oyda obda yetadi. Masalan, zuvulgan, rent qilgan uy bo'lsa, rent qilgan uyniki nimasi u oydan bu oyga ba'zilar albatta kirim chiqim o'xshamaydi oilalar. Shu jihatlarni bir tushuntirish berib qo'ydim. Albatta biyanikimi masalan biyaning maoshi yuqoriroq bo'ladi-ki, ammo boy deganda sal qimmatroq bo'ladi. Şu hamda bir oyda bu yerda $2000 hamda oyda aran $3000 atrofida bo'lsa sal keng tasharoq mikin deb o'yladim hamda. Kanadada turganlar meni bir hesab ketmanglar, desanglar bo'lardi hozir. Telefon qilsanglar bo'ldi. Ammo bu yerning nihoyatda yaxshi yerlari ko'p, uni ayrim so'zlama. Demakchi men Yaponda turdim, bu yerda turdim, undan qandiki uzun yil turdim ishga yetdim. Shu hamda shu kallamga qalab uni ustiga hozirdim. Mush yaqinlam tag'nechsinandim. Voy Yapon qimmatchilik dedi-ki. Hatta mishadik axlamashnaq dedi-ki. Voy undaq emas deb men tushuntirish berma. Agar Yaponga berib qolsanglar masalaga xabarlarni yetkazay, hatta hotellarni qimmat deb qildi ekanda. Hozir sizlar balkim anglagan, ko'rgan bo'lishinglar mumkin shunda halqa. Sayohatchilar ichivatgan isil hotel, qanday hotel desanglar, kapsul hotel deydi. YouTube naqtasanglar chiqadi. Kapsul biz yeydigan dori kapsul bor, shuni o'xshash yasagan. Shu men ko'rgan vaqtida 3000 yen Yaponiya, 3000 yen atrofida. Mening puli $30. Bir kechiligi, bir kunligi desa bo'ldi. Uning ichida-chu hamda balkim poyezdda, vatanni poyezdlarda o'taqalar o'qidi. Vopu deb qo'ymiz-ku, vopuga o'xshash. Ammo uning ichida televizordan tortib, chiroqni tortib hammaning bor ekanda. Mo'nchisi ham o'rtaq mo'nchika. O'qisa yaponliklar mo'nchiga xuddi yuzini yug'andaklar tushadigan haq. Shunlashqa u jihatlarini deb qo'yay dedim. Hotellarimi agar ham tunishinglar bo'lsa, taqdim yaxshi, tunishinglar shunaqa yerlarni tunishtirib qo'ysin bo'ldi. Biz Uyg'urlar mehmondo'st uyda yasanglar bo'ldi, keng tashchilik. Hamda men o'zimniki nimasini desam, men yangi borgan chaqda Yaponda tanha turdim, ayol bolalarni akamga vaqtim. Shu hamda men yangi Tokyo sal qimmatroq. Tokyo turgan vaqtim kichik bir necha bin fransdan bo'ldi-ne. 30.000 frank atrofidagi uy, kichikroq. Oshxonasi shu billalar degandek. Ham kichik bir g'iz uyni Tokyo qimmat turgandiki 4,5 tuman. Mening puliga 4,5 desam bo'ldi Tokyoning ichi. Ammo Tokyoda 3-4 yil turib, Tokyoga 1 soat keldigan Saitamada turdim. Burunmi anchamiz degan Uyg'urlar mahallasi deb nom botdi. Hozir Uyg'urlar bek azab qoldi, u yoq bu yoqlarga ketdi. Saitama degan joyga borganda o'taga uyim 3 yig'iz uy. O'taga 4,5 tuman emas, 4 tuman $2000. $4200. 3 yig'iz uy o'ylab baqinglar. 1 soat keldi poyezd bilan. Men maktabga 7 yil qatnadim, shu ashadan Tokyo Medical University'ga. Demakchi, misol Tokyo mening shundaq, markaz sal qimmat bo'ldi. Yemak-ishmak kelsakmi, hamda mevini miyadigilar dedi, voy tovuzni tilib sotadi ekan deganlarni anglayman. Voy rahmat, qarindishim. Bak maqtaman gapimni ezib ketadi. Mushu tovuzlarni tilib sotadi ekan degan gaplarni anglayman. Bu yerda tilib sotadiganlar borki, hamda to'ng'it qo'yibchi. Ammo esimda bor, men o'zimniki nimani so'zlayapman, boshqalar qanday qaraydi bilmayman. Men maktab bitagan chaqda hamda albatta yening mevalari haqiqatan vatanniki o'xshash tatliq yerlari haqiqatan ko'p, yening yaxshi. Ammo meniki shu maktab bitagan vaqtida shu maktabni yana bir marketga kirib, Talla bozoriga kirib bir hamda xo'shalligimdan ishxonadagilar bir mehmon qilay deb bir tovuz oldim, yozning kuni bo'lgan issiq. Tovuzni shunday yug'an bir tovuz qancha pul desanglar, bu yerdami o'xshab, bu yerda aznarakka, ammo alaniki shu ularning texnikasini o'qislar yaponi qanaqligini. Qaysini olsanglar haqiqatan Talla bozoriga kelgan 100% desakmi, demasam 95% tatliq chiqadi. Cho'ng bir tovuzni 3000 yenga oldim. 3000 yen degan gap $30 mening puli. Shuni bilan ishxonaga kirib buni qilsam degan oyda yeyishdik. Shu vaqtda men birinchi qatim his qilishim mening professorim. Voy Mamatjon qolmasa tovuzga
tuz sep yesang alamat isil degan hayron qopdim. Voy bu nim deganing bu deb. Uning ustiga yozin kun tarjih chiqilgan mashina yesang yaxshi bo'ldi dedi. Deb sunsam haqiqatan ussuzliqnim qandırdı ekan. Biz andaq kun baxmandiki, shunaqa tajribalar bo'lgan demakchi. Şuna yapın to'g'risida yana savollar bu so'rsanglar bo'ldi. Jimda tashqi kasallik operatsiya bo'limida turgan, undan keyin Yapondami anatomiya odam badani, undan keyin menga to'g'risida ichki kasallar to'g'risida dars bergandik hamda ancha-muncha bo'lsin boshqa kasblardimi, ancha-muncha xabarim bor. Shunga hamda naq maydondan bir savollar bo'lsa javob beray deb o'yladim. Qani savolinglar bo'lsa, men yaqinda uyqusizlik degan alamet bo'lib ketdi to'g'rilarda. Bu uyqusizlik to'g'risida YouTube'da yasadim. Ammo bu yasagan bilan yonda borning qadri yo'q. Nima uchun ashna bo'lganda deb o'ylab qolman. Yonda borning qadri yo'q. Onun masalan men boshqa millat bo'lganmisam, shu Uyg'urlarim alamat ishinib ketadi deb qolma. Albatta ishinyapsizlar. Ammo qo'shnamning qo'sh ko'rinishida bizlar emasga hamma millatni maqal tamsilga. Hatta yapılıqladımı, axladımı, çetəlikladımı baki. Xitay pasportu viz berəm degandu. Nəgə ma Kanadaga demsiz? Onu bilməyəm. Yapınğıma. Onu sınab beqən. Ən asaslıqı meniki nimamdam Yapon köçmən dövlət emas. Amma hazır alamat köçmənlər köpləb ketibdi. Şu 2 ilin aldıda Yapon postu öylep gidip hazır umumumuz yüklettik dünyada. Doğru şu tavuzda tuzlip sınap aklı elarak men bu pat aşna qığım keldi unutup qalma. Hakikaten yaxşı oldu ki tamlik. Şu Yaponga muş yakında 2 yılın aldıda 50 min xizmatçı qabul qıptı. Şunlaşqa hamda Yaponniki munusu Uyg'urlarning ishini alamat biladi hozir. Yana bilmaydiganlar ko'p. Bo'lib yoshlari o'zini ishi bilan yashaydi. Siyosatga qiziqib ketmaydi. Qiyirlar, cho'nglar degandek o'qidi. Ammo sinab baqanga yetmaydi. Uning gapini anglab, buning gapini anglab biz bir-birimizni qo'qizib yashaydigan millatkanmiz deb o'ylab qolma. Yaxshi xabar bermaydigan bir-birimizga. Yaxshi xabar beradiganlar bor, hamda men qamchiligini emas. Şuna hem de sınab baqanga yetmeydi, amma beriplam qilib qolma degan xayollarni qilmasligini umid qilman. Nima uchun degan chaqda u Yapon boy degandek ko'chman davlat emas. 50 mingga yaqin xizmatchi qabul qilibdi, ammo u xizmatchilarmi digorlashib, shu gapni topamaq digorlashib, bir yillik 2 yillik deb. Unda qildiki, uningkin eng asosli maktabniki eng muqim bo'ldi. Məktəbdə oxuyman deb, məsələn məktəb içiyotqan Uyğur qarindoshlarimiz var Yaponda. Shular orqali aloqalansanlar bo'ldi. Agar ularni o'qimaymiz desanglar Facebooklardan bor, ularni men tanishtirib qo'ysam bo'ladi. O'qish vizasi bilan berib, uningkin asosda o'zi bizmi asosan yaponlik bolalar shundaq. Şuna o'qish vizasi bilan qilib xizmat qilgandan keyin, anikin xizmat tushgandan men garajdan iltimos qilib bo'ladi. Hozir Saudiya bolalar shuna jiqlab ketdi. Uyg'urlar nega bo'lsa qishqib aqlli millat o'g'andiki Saudi degan alamat qilib qo'ydi. Restoranlar ko'plab ketdi, mashin so'z qildi, alam jiqlab ketdi Uyg'urlarning ichida. O'zi xon, o'zi bey desa, nayt yaxshikan deb o'ylab qolmayman, ammo ba'zi mamamda ayrim bir ishlarni qilib boqaymi deb o'ylab ketdim. Biz shu hukumatga ishlablar, hukumatga pul topshirib o'qib deganda yuribdimiz. Shunga hamda yoshlarni o'ylab ketmayman, ba'zi chaqchaq qo'ygan bilan yechimli korim yo'q. Shunlashqa shunga hamda Yaponga berishi vizasi, Xitoy vizasi ulamda nima viz bo'lsa, nima degan ismimiz qarablar Uyg'urligini o'qidiganlar ko'p. Biza e'tibor desak bo'lmaydi, Uyg'ur e'tibor qildi degan gap yo'q. Ammo chetalik o'xshash qaraydi, ammo yana ham nima degan bilan Uyg'urlarga sal mundaq niqot qalam bor. Nima uchun degan chaqda yana bir ishni so'zlab bersam, shu Yaponda Uyg'ur doktor yo'qdi. Biz barchaqlarda Xitoylardan bor, masalan boshqa millatlardan bordi. Uyg'ur doktor, haqiqiy doktorxona, masalan tadqiqotchi emas, tadqiqot idoralarida ishlab qolib bor. Ammo men barchaqlarda shu bo'lib medik, shu doktorchilik kasbida o'qiyotganlar alamat ko'pdi. Ko'p qismlari boshqa davlatlarga ketdi, ko'p qismlari vatan ketdi degandek. Ammo biz shu vaqtda bir-birimizga nima deymiz? Voy yomon tasga butun shu asosi biz burunqi universitet o'qigandan tortib intamal ekan.
degandeklarni bek anglaymiz. Shunga qo'rqib, men buni necha qatim sinab boqaymikin deb fursatmi kelmay emas, kelgan, ammo o'qishimni bitirib, uni qichimga kelib qoldim. Demakchi, bir-birimizga bunday qilib nur beradigan gaplarni ko'proq qilsak. Gapim yig'ib ketdi, hamda Yaponda biz bachaqlar Uyg'ur doktor yo'qdi. Mushu 2 yilning oldida bir qarindoshimiz bilan tanishib qoldim. Bir yaponlik ayol, yozuvchi ayol, bizning ishimiz shunday kuchaydigan ayol, shu yozibdi-ki, mushtaq sharoitda hozir Uyg'urdan bir doktor chiqdi Yaponda deganda xuddi men doktor qanday qo'shib ketib, shuning bilan asli qarsam u qarindoshimiz rahmat etibdi u ayolga, yozuvchi ayolga. Shuning bilan messenjerga ayrim xat yozdim u qarindoshimga. Xat yozib bilan tunishdim, hozir WhatsApp shunday yaxshi paranglan qilishimiz. U qarindoshimning ro'yidan men shunchalik ilhom oldimkin, boshqadan bir nur ko'rgandek bo'ldim. U deydi hamda aka ben şu Xitoylar chig'ida 50-60 yosh siz yashingizni debsiz, 50-60 yoshlar ashada imtihon berman deb yuribdi. Mushlar qanchaqda men nim deb qilamayman deb birlik qildim, hamma imtihonni yutib ketdim degan shunda qo'shib ketdim. Demakchi, u qarindoshimiz hozir Tokioda ishlayotdi bir doktorxonada. Anik men yaqinda aloqalashsam, yana bir qiz, yana bir o'g'il qarindoshimiz, Uyg'ur qarindoshlar doktorxonada ishlayib o'tibdi, haqiqiy doktor bo'lib. Amerikada 4 Uyg'ur bor, Kanadada 1 Uyg'ur bor deb angladim, Vancouver tarafda. Doktorxona ishlayotgan haqiqiy doktorchu, sestralar bor. Ammo mush doktorxona ishlayotganlarni deyapman-ku. Mushu 5-6 yilning ichida cho'qim yana Uyg'ur doktorlardan yana chiqish mumkin aka Yaponda deb shunaq dedi. Demakchi shundoq men ilhom oldim. Buniki birinchi sharti bu chet ellik bo'lgan sharti Yaponniki. Yapon tilining birinchi darajani yutish. Birinchi daraja alomat tas, haqiqatan tas. Agar hamda qiziqib yapon tiliga birinchi qiziqish, andan keyin Yaponda 10 yil turgan, 10 necha yil turganlar yutamaydiganlar bor. Hatto yaponlik mana shu birinchi darajadagi materialni ko'rsasam, bundoq hayron qolganti. Demakchi ham sizlarning qo'rqazg'inim emas. Agar boshqalar qilganini biz qila olamiz deb tirishsaqlar qila olamiz ekan deb shu qarindoshim menga ilhom berdi. Shunlashqa hamda Yapondami doktorlar chiqdi demakchi-ku bir hisobda. Shuni bir deb qo'yay dedim. Bayma viza to'g'risida bir qarindoshimiz so'rabdiki, hamda uni sinab baqsangiz bo'ldi. Cho'qim o'qish vizasi hal qilib, bag'ingiz eng yaxshi deb o'ylayman. Yapon to'g'risida yana qandaq qatmal kallalar bor so'ranglar mendan. Yapon qimmatchilik, viza bermaydi, grajdan olmaydi deb. Haqiqatan 80-90-yillari alamat qattiq ekan to'q. Yaponlikning hamda yomon taraflarini deb beray. Yomon taraflarini degan nima miyada o'xshashga, masalan, miyada oqlarning ichi yomon, ichi tar, chaqimchi deb qo'ydingizku. Masalan, bir ishlavasi deb qo'ydik degandek. Hammasi degan gap emas, ammo gapimni to'g'ri tushuninglar. Men anglaganlarim, ko'rganlarim degandek. Yaponda ham shunday. Yaponning unisi yeri kichik, anda xoniki hatto mening bir og'inam bosh qo'shinlari, varangchiringan qo'shinsi yomon chiqib buni kuchib ketgan ishlar bor Yaponda. Ichi yomon. Ichi yomon desam, hammasi yomon degan gap emas. Ashunaqlar bor. Hamda bizning gaplarimiz bor burun. Tarixda cho'ng odamning ichi tarkilamdi, cho'ng yerda yashaganning cho'ngildi degan gap. Hammasiga degan gap emas. Ammo shu yaponliklarniki ashundaq yerlar, ashundaq yaponliklarmi bor demakchi. Ammo ba'zi qarindoshlar bu mendan savol so'raydi, bu yaponliklar nima degan qattiq ishlaydi? Deydiki, shu qattiq ishlashga taraqqandu deb o'ylayman. Ammo bu yerda o'xshash ishlaydiki, shanba-shanbaning qo'ldan bermay ishlaydiganlar ko'pga. Yana bir yeri Yaponda hamda meniki tunishtirim orasida asosan erlar ishlaydi. Ayollar part time bayto deb qo'ydi Yaponda. Baytoni bir haftada 2-3 kun qilib qo'ydiganlar bor. Ayol ishlaydiganlar oz mening tunishim ishida. Ammo bu yerda hamda ayol ishlamasa sal tasarrufga degan nima hamda anglayman, men ko'rdim degandek. Hamda qozonni qulig'i 4 degan shuna xolamda o'qimadim. Ba'zi qozonni qulig'i 2 bo'lib qoldi-ku. Nimdab qozon quliq to'rt deydiganda uni o'qimadim, ammo balki shu maqol tamsillar shundan kelgandi. Ham shu demakchi, mening birdan-bir deydiganim ham yaniki yaxshi tarafini qo'lning oldin bor, oqim bor deganicha, oq tarafini deyishimiz kerak. Shunga qanday savolinglar bo'lsa, so'rasanglar, shunga javob beray. Anandagi mush kasallik to'g'risida javoblarni beray deb o'yladim. Ammo ularning salomat bo'lishini umid qilaman. Hamda shu YouTube'ni hamda data alqa sig'imi jiq ketam deb ko'rmamizlar.
Rastlan sen ba'zida achchig'im kelib qoldi, mening achchig'im yomon, ba'zida achchig'imning tishim tushib ketdi deb qo'ysam bo'ldi, ba'zida achchig'im yomon. Uyqu nacharchilik, nachar uyqusizlik to'g'risida bu YouTube'ni yasadim, uni to'liq ko'rib, qilayotganlar bo'lishi mumkin. Ammo shu erlarniki ayollarning uyqusining sifat jihatda mingning tuzilishi degandeklar o'xshamashqa sifat jihatda bu o'xshash bo'lmaydi-ku. Shunga sifatini yaxshi qilsanglar ham men shu uyqu to'g'risida bak o'ylashman. Bo'lib shu qarindoshlarning vatanniki besimi deymiz. Albatta vatanning besimi bilan shu atrofimizda hayotning besimi bor. Mening o'ylaydiganim shu uyqu yaxshi bo'lsa, odamning immunitet kuchi haqiqatan yuqorildi ekan degan o'yladim men. O'zim tajriba qildim bu yerda. Burun momam ersiyatga bak ishni ketdim, rahmatli opamning uyqusi nachardi. Shuning bilan mening mashina o'xshaydi deb o'ylab ekanman. O'zim davolash deb davolab oldim. U gaplarni dedim. Hargiz doriymidim. Shu nima dedim. Uyqusizlik degan YouTube kanalimni ko'ringlar. Uni so'zlasam yana jiqib ketadi gapim. Shunga hamda qanday jihatlarda, masalan, salomatlik jihatda qiynaldinglar, so'rsanglar bo'ldi. Shuning asosan javob bersam deb o'yladim-ku. Bugun Toronto haqiqatan issiq boshladi, isib ketdik. Shunga uyning yangi baxchiga chiqib, bir vaqtim bor ekan to'q. Ammo endi YouTube'ni yaqinda ishlamay qoldim. Bir hafta YouTube'ning sharti haftada 3 qatim yo 4 qatim ishlasa yaxshi deydi-ku, nədiki vaqt uningga. Shunga endi ba'zi bir hafta yo 10 kun, 15 kun bir ishlayapman. Endi yaqinda shu menga to'g'risida mengniki alamat qiziqarli ishlarim ko'p degandek. Bu yo'g'amma shaxsiy ishlar ajab qiziqimiz odamning xarakteri ham o'ylanim. Men bak samirib ketdim, tabiiy uruqlash. Chekimni buyumdim, men bu yoshga qo'sham yo'q. Qachon oqirakin deb turman ba'zida. Qancha oq jixusi odamniki tajribasi mo'l bo'g'ini, bu chosh oqog'ini. Men ham tajribali bo'lyapmanmi deyman. Buyumdim chechimda. Bu yoshni yaxshi ko'rmayman. Bu yoq boshqalar bo'lsa o'zing ishqu. Samirib ketish, men samirib qoldim. Samirib ketishniki bu to'g'rilikni so'zlasam, amalga oshiramaysizlar baribir. Men rastlansam zerikdim desam bo'ldimi sog'lom to'g'ri so'zlab. Bir yildan oshiq so'zlabdim-a. Ya gapim kirmaysizlar-ku deb kelsam. Shunga hamda menga shu nima to'g'risida har bir davlatlarning masalan Kanadada o'xshash ekan degan o'yladim. Masalan Yevropa davlatlar, Gollandiya deymiz, Norvegiya deymiz. Shu appointment nima deymiz uyg'urchada. Vaqt berish deymizmi? Vaqtni oldin ola bekitib, bu shundoq asta uning oldirab ko'rmaydigan ish deganlarni-chu. Andaqlar haqiqatan ko'pga, undan keyin doktorning birdan bir deydigan kesilni topamasa, stress, depression ortib qo'yiblam tugitdi ekan. Dori ta'sir qilmadi degan gaplarni ko'p anglayman. Miyadim anglayman degandek. Hamda o'zimni bundaq qilaman emas, halqi doktorxonaniki doktorlari maosh olayotganniki ko'z ko'misa qanday qilsa maoshni berdi-da. Hammasi odatiy emas. O'zim doktor turib doktorni undan desam bo'lmaydi, ammo deysizlar, dunyo pul bilan menga olib ketdi. Shunglashqa hamda psixolog jihatlarda, har jihatlarda men deganlar bor. Hatto mush qarindoshlarimiz uyqusizdan, depressiondan yiqilib qolib, hatto hozirgacha ash turayotgan davlatida o'zining psixolog doktorlari ko'rinayotganlar borki, ko'ransim ta'sir qilmayotganlar borki, men deyman, men psixolog emas. Men mentalning darsini bergan. Ammo bu psixologning ichida, hamda psixologlarmi bor uyg'urlarning ichida. Masalan, Norvegiyada bir xonim bor, bir ikkisi bor, Avstraliyada bor degandek. Bu psixolog ushlarni balki bilish mumkin. Men anglagan, ammo ko'rib boqmadim. Shu psixologning turi bak ko'p bo'ldi ekan-ku. Shunga masalan davlatniki psixologisi, madaniyatning psixologisi, millatning psixologisi deb. Shuning asosan mening o'ylig'im, masalan shu davlatda siz boshqa millat ko'rinsa albatta. Ko'rangandan keyin nima degan bilan u millat sizni uyg'ur emasda, u psixologingiz. Undaq bo'lgandan sizniki ishchingizni bilib qolamaydi degan gap. Demakchi uyg'urning quyoshi degan gap ishdan chiqdi-da. Psixologning ashuna tarmoq bo'linadi ekanda.
Mening bir singlim bor Yaponda o psixolog o'rgangan, ammo hozir u kasbini qilmayotdi. Shuningdan anglaganman. U shu Yapon universitetida o'qib, psixologiya, madaniyat psixologiyasi, har xil madaniyatlarniki psixologisini o'rgangan. Mandaq bo'ldi ekanda deb shu vaqtlarda his qilganman. Shundan gapini anglab. Demakchi, hamda psixologlarda mening psixikam chataq bo'libdi, uning psixikasi chataq bo'libdi deganlarni o'ylasanglar, bizning psixologlarmi bor, ulardan masala so'rasanglar bo'ldi. Ba'zilar pullik qildi ekan degandek. Mendan so'rasanglar, men qo'limdan kelishicha yordam qilaman. Shunga endi taqit so'zlab ketdim. Endi bizalqi rozimay yashaymizmi ya deb qoldi. Uyquning sifati qanday bo'ldi degan chaqda maslahatday. Eng asosiy qildigan birinchi ishinglar degan soat 2, 3, 4 qanday vaqt ko'zinglar ichilgan turib ketinglar. Ko'pincha 5 minut soatincha 5 minut 10 minut qo'yamiz. Shu 5 minut uxlashga bog'liq vaqt deymizki, shu 5 minut 10 minut ichida tush deganni ko'rib bir kun holsiz yashadik odam. Men shuni sinab g'alaba qozondim desam bo'ldi. Shunlashqa ko'zingiz lap ochgan vaqtingiz sizning uyqungiz qanday deb signal bergan vaqt ekan. Shunlashqa turib keting, soat necha bo'lishini qat'iy nazar. Voy, yana vaqt bor ekan, kunduz qiynalib qolmay, uni o'ylamang. Qiynalmaysiz. Andan keyin badan ichidagi soat yaxshi bo'ldi. O'ylamsa xiyoq qilinglar, shu sizlarni hozir hammalar pul qiziqimiz, danglik odamlar qiziqimiz. Shularning uxlagan vaqtini Google qilib qo'yinglar, qanday bo'ldi ekan. Hatto 3 soat uxlaydiganlar bor ekan. 4 soat uxlaydiganlar yo'q ekan, 5 soat uxlaydiganlar. 6-7 soat uxlaydiganlar yo'q ekan, nom qozonganlarning ichida. Men 5 soat ya 6 soat uxlayman, men buni nom qozonmadim. Ammo demakchi Google qilganlar bo'lishi mumkin bu to'g'ri. Shunga uyquning sifati eng muhim. Shu sifat kapolat qilsaqlam sog'lomligimizga nati yaxshi bo'ldi ekan deganni his qildim. Dan kelsa ko'rsangiz bak yaxshi bo'ladi. Naqmaydan ko'ryapman-ku. Tunishim xat yozib jujmo, shunga qarab qo'y. Naqmaydan ko'ryapman. Naqmaydan pul olib ko'raymi-ki ya. Qani sual qilinglar, bundaq qilinglar deb. Qanday naqmaydan ko'rsam bo'ldi buningdan boshqa yana. Buningda xijilib so'ramaydiganlar bo'lishi mumkinmi? Bo'ladi. Agar mushunda men ostida, men bu Facebookni o'qib ketmayman, mush ostida ikki odamning bir mundaq nimasi bor ekan, telefon qilib so'raydigan ishlar bor ekan, qilib qo'yinglar bo'lsa, buningga yurak ketadi, xijilmanglar, o'g'illar xijilchan, yuzi qalan xijilchan deb qo'y. Qizlar yuraklik. Qizlar qo'shib ketmiz, ro'yjatda shundaq-ku. Telefon qilinglar, hozir men bir so'z ichili. Bir so'zna qildik ekan, qirasa oldin qattim men yapon til so'zlagan chaqda Yaponda turayotgan bir qiz bola. Sizmi yo'qay, undaq emas. Undaq gaplar yozmang. Shu naq maydonda-chu, shu Vyetnamlik, Tailandlikmi bir qiz bola yaponchasimi oraliki, ammo shu yapon tilida naq maydonda yaponchani qanday o'rganamiz degan to'g'risida bir savol so'rab, birisi chiqdi ekan, ikki ekran bo'lib chiqdi ekanda. Andan keyin shu paran qilish bo'lganiga boshqalar ko'rib turdi ekan, uni ikkisini tugandan keyin birisi chiqdi ekan degan. Shunaqa qilsanglar bo'ldi. Mening vaqtim bor chaqda jiqaroq so'ranglar, vaqtim yo'q chaqda hamda men oldirashada men bekachimga deb qolmanglar. Men 5-6 soat uxlab qildigan ishimni tizitman bir kunda shu degan ko'zim ichilgandan keyin pallaqshib yugurib yurayman. Shunday qilsam samirib qoldim. Samirish to'g'risida rasbay bir qiyrinishimni so'rabdi. Samirish to'g'risida hamda qanday desam bo'ldi. Hamda birdan-bir ish irodangizga bog'liq. U shu ba'zida psixologlar odatga yetildirish uchun 21 kun deydiki, o'tir hisob bo'lishi mumkin. Ba'zilarning irodasi 3 kun, 5 kun, bir hafta 10 kun bo'ldi. Eng asosiysi shu ig'iz yumush, tomoq yemang. Tomoq yemang deganim hamda churt yemang degan gap emas. At degan obdan yang. Irodangiz bo'lsa, tushdi yemang. Hozirgi ishga vaqt bo'lib ketdi, jixiyalar aldirashchilikda. Ba'zida cho'qim shu vaqtda mal cho'qim bir qilib tusha oldigan odam emas. Ba'zi bir kun tomoq yemayman. Kech cho'qim yang. Kech tomoq yemay o'riqlayman deydiganlarni men angladim, birasini ko'rib aqmadim. Agar shu hozir ko'rayotganlar ichida bo'lsa, men deb aqinglar. Kech tomoq yegan jimiga odam oson qayriydi. Nima uchun? Bunun ilmiy asosi bor. Kech tomoq yemasangiz, biz kech uxlagan chaqda mingimiz biz kunduzga qaragan chaqda, kunduzga ko'ygan, anglagan narsalarni butun bir taraf qildi ekanda, kechda uningdimmi kunduzga qaragandimcha xizmat qildi ekan.
albatta energiya kerak. Shunlashqa kechda tamoqni cho'qim yeng. Jiqimasingizmi 3dan 1 qism, 3dan 2 qism yeng. Ammo o'ruqlayman desangiz tush deyman. Tush demay, suv ichmang amal bor. Ustab ketsangiz qalbingizni namdab qilsangiz, og'zingizni suyab qilsangiz bo'ladi. Maxfiyatlikdan maslahat davatdim. Ba'zi men buni jiqsinidim, o'zimni jiqsinigan, ammo yaqinlarimga burun vatan bilan aloqa bor chog'da bir ikki yaqinlarim bordi. Bir sestra, bir tish doktori degandek. Birisining irodasi kuchli ko'p, u hamda cho'ngroq ayol, qizining yotliq qilmoqchiga. O'rxilsam bo'ldi deganda u ham choylarni uni buni qilib halqa Koreyaningchi u bu degan gaplar bor. Men shu usullarni deppadim hozir degan usullarni desam, alomat nimasini ko'ribdi, foydasini. Buning foydasini qanday eng dastlab qanday his qilsiz degan chaqda atrofingizdagi odamlar birinchilab sizning yuzingizni qarab bilalaydi o'riqlaringizni. Voy o'riqlabsiz u deydi, amaliyotda yog'andan damdikin deb deydiganlar bor. Hatto yeningizda turgan er ayollamdi. Voy o'riqildim-ku deydi. Yuzga chiqadi ekan birinchilab o'riqilsa. Eng tez tushadigan qusoq bilan kasa. Shunlashqa hamda irodingiz bo'lsa tush deyman. Agar tush tomoq yemiz chiday olmaydiganlar bor, u xatarlik. Buni necha qatim dedim, tan uqmayman chiqib. Balkim men hozir qilayotganlar bo'lishi mumkin. Qilgan bo'lsanglar qildim, foydasini ko'rdim deb depasanglar men xush bo'lardim. Biz anglab olgandan keyin qilib olgandan keyin qarimiz yo'q. Ütüdiganlar jiqqa. O'zinglar ixtiyori. Ammo sizlar desanglar tajribalarni depasang, boshqalar depasam, taqimdim yaxshi bo'lardi deb o'ylayman-ku. Shunga hamda agar ba'zida qusuqbek ichib ketsa, beshqiydiganlar bor. Ular xatarlik. Cho'qim yeniga kampet yoki chokolat olamdi, sevilish kerak. Tatliq narsa bevosita oksigen yetkazib manga opiradi. Tatliq narsa yapla azroq suv ichib qilsa, yana o'tab ketadi. Undaqlar masalan dishotan qonning tarkibida shikemas tuvalla. Bo'lib ma yozda diqqat qilinglar rasa, men issiq yutib qolmishim. Men Facebook'dan chiqardim, oldingi so'zlaganni yaponcha, uyg'urcha. Men qanday qilsiz shuningda? Ama qayrindishimiz qat yozibdi. Kechda ishdan tushib, bak qo'sqim ichidi. Tushda bak ichib ketmaydi, bak aldirash. To'g'ri, hozir xalqlar ishki vaqt tomoq yeydigan bo'lib qoldi. Shunga atganda cho'qim yang. Atganda yemasa tushdan oldirab ochmaydi qo'saq. Nima uchun? Men bu to'g'riligim so'zlab bo'lgan, ham so'zlasam yana so'zlavagidek men. Atgan tomoq yemasangiz, o'ti tashilish ehtimoli eng yuqori. O'ti tashining sababini so'zlab ketdim jiq. Atganda biz kechda uxlagan chog'da ishga badandagi a'zolar ishga ajratib chiqadi. Shunlashqa siz bir narsa yegandan keyin, atgan turgandan keyin. Andan keyin shu mingimiz signal berib bir narsa keldi deydi. Shundan keyin suyuqlar shu yegan narsalar olishib taratib chiqadi. Ya badanimiz singadi degandek. Agar siz tushda tomoq yemasangiz, asta-asta qaytishilib suv shu böğrek tutash, o't tutash bo'lgan ishlar bo'ldi. Tash degan sirtqi tash emas, badandagi suyuqlikning qetib tashlab ketadi. Shunga cho'q atgan cho'qim yeysiz, hamda tush yemaydi ekanman deb jiqyapsiz bo'lmaydi degan birisi. Atganda o'rnimizdan turgandan keyin badanlarimiz asta, badanning ichki a'zolarim shunda asta harakat qildi. Alloh puluq jiqyap qilsangiz yurak so'qish tezlab ketib, kashal chiqadi yana. Normalli yang atganda tushda shu g'ayrat qilib qo'sa qattiq ochgan chog'da oldin qattiq Xadicha xonimniki nimasi dedim. Qo'sa qattiq ichib ko'kurgan vaqti, ko'kur ovoz chiqargan vaqti yangi hujayra ajratib chiqargan. Badanda ko'n hujayra o'lib mangdi, yangi hujayra ajratib chiqargan vaqti. Bu yapon olimlar tadqiq qilib bo'lgan. Shunga hamda kechda borgan chog'da va qusqunbek ichib ketdi deb oldirib Alloh puluq yemay, hamda normalli chaynab, obdan chaynab yeysangiz, jiq chaynab yeganda odam tuyunga holatga oson keladi. Ko'pincha o'yla chaynamay yeydiganlar yomon tiz yeydigan tomoqlar va ko'pga. Qancha tiz tomoq yeysangiz, shuncha tiz samirsiz yeysangiz bo'lsin. Shunlashqa tomoqni oldirmay asta va o'rgangan xuyg'u desangiz o'zingizning ixtiyori. Bizning Uyg'urlarning akishim asti hamda misildab hamda bo'ri-bo'rida yemamdi deb kichigimizda tarbiyalabdik. Eng bo'lmaydigan gaplar ekan. Biz ya bu Xitoydagi osh qolgan millat emas, Xitoyning ta'sirimiki deb o'ylab qolma. Shunlashqa hamda oldirmay shu huzurlanib, chaynab, masalan, yopiqlar, shu bir nima kirsa, alomat kirib oldi-ku. Bir narsa yesang 20 qatimda 30 qatimga chaynab ye deydiganlar bor-ku. Qancha chaynagan sari
ta'min etimiz, onundaki oshqozonga besim bo'lmaydi. Onundaki asta kasalning oldini og'il bo'ldi. O bu oshqozon 3 yilga shunchalik asta harakat qildi. Palloq pulliq oldirib yeysiz oshqozon degan noyat besim bo'ldi-da, o'zing bir taraf qiladi deb tishular chaynimisingiz. Oshqozon bichara shuning bilan ostidagi oshqozon osti bezi oldin qatim so'zildim. Oshqozonning ostida turdi mandaqsiga. Buning bir besim bo'lsa, Xudoyim saqlasin, bu oshqozon osti bezi kasal bo'lib qolishdi. Issiq yutib qolishning oldini olib, anadagi ham birsi birdan bir yaxshi usul issiq yutib qolishniki. Chuqum suv ichimiz, uni o'qisizlar. Men issiq yutib qolgan odam o'lab qolgan oz qolgan turpanda. Uni so'zlab bo'lgan nimada o'zinglar ko'rasizlar. Botolkaga suv ichgan chaqda azroq necha temim bo'lib jiq talaydi qoladi, diqqat qilinglar. Azroq bir temim tuz sevitib ichsanglar, nima uchun? Tuz modda chiqib ketadi emas, tayyor bilan. Holsizlik ketadi odam. Shunlashqa mening deydiganim birinchidan shu, ikkinchidan bir yalak chiqqan chaqlarda bo'libmi lunga, oq lunga. Mana men oq shepgan bor mening. Oq lunga, oq issiq o'tkazmaydi. Qor noyat issiq o'tkazgan narsa uni o'qisizlar. Oq lungini bo'yinga o'ldab qo'ysanglar, birdan o'l qilibchi. Qo'ysanglar, mush bo'yin tarafdan issiq o'tkazish nimasi noyat kuchlikka, uning so'ng mishada so'g'oq issiq o'tishning oldini olish nimalari kuchli. Nervlarchi. Shunlar shunchalik unumi bo'ladi. Sirtda ishlaydigan qarindoshlarimiz ko'p. Shunlashqa issiqning oldini olish pek muhim, issiq o'tib ketishniki. Nech savollar keldimi? Raziya degan atgan soat qancha desak bo'ldi. O'rningizdan turib, odatdagidek, u nima emas, vaqt qarab, aldirab, hamda bek aldirash vaqtida cho'qim bir kapang yeb ketish kerak, xizmat aldirash yoki bir kech qilish bo'lsa. Biz aldirmay, vaqt bo'lsa aldirmay qachon yesingiz bo'lardi, u vaqt cheklimasi yo'q. Men boya Samirishnikini so'zlab bering degan qarindishimizning gapi. Menmu baktiz yeyma burun g'alati vaqtimda ustam olib deb. G'alati vaqtimda ya xatoyingiz qo'ygan ustam. Chiqib mushu oldirab tomoq yeyish mamishadga yiqilag'im deymi, oldirab tomoq yemanglar deb. Diqqat qilib qilamiz simizlar, atrofimizda simizlar diqqat. Men samirib ketdim, men ostayman. Bir de şu hazır pandemik atib qo'ymiz. Ammo atrofingizga diqqat qilib qo'yinglar. Semiz odamlarning ko'pinchisi, o'riqlarni anaymiz, o'riqlarni shunda ostaydi. Semizlar shunchalik lag'man miyadin kas oyat yo'q. Nimaga oldiraysiz? Kim yavoldi lag'manni? Oldirmayang. Shogird ekansiz ekanda, ham u ustozingizdan ko'mang, o'zingizdan ko'ring. Ustozingiz oldirdi degan gap bu balkim uning bu sabab bordir, biroq hamda o'zingiz vaqtni o'zingiz chiqarib oldirmay yeb, kiyinara yeb, orliq qoldirib issiq bosmaydi deydigan gaplarimiz bor. Odatni o'zgartirish tez, shunday qilib sinab ko'ringlar. Buldamsa hammanglar salomat bo'linglar, xayr xo'sh, bugun shunchalik so'zlay.